mumkin emas. Taqiqlangan kattagina jarimasi bor. Pul tiqilib qoldi, nima qilay deyishadi. Bizda 70 ga 30 sof foyda bo'ladi. Hattoki bittagina moyka qo'yilgan bo'lsa ham, agar osmos qo'yiladigan bo'lsa, albatta ikkita bochka qo'yilishi kerak. What Electroprop? Turn engineering ideas into reality. Assalomu alaykum Baxtiyor aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Rahmat. Mijozlarimizdan ko'p beriladigan savollar bor ekan. Shularga bir javob bersangiz. Yaxshi. Unda boshladik. Birinchi savolimiz avtopauzali pistolet narxi deyishibdi. Juda ko'p beriladigan savol. Yaxshi. Avtopauzali pistolet bu bitta pistoletni o'zi emas, bir butun boshli bitta komplektatsiya. O'shaning uchun o'sha komplektatsiya nuqtai nazaridan kelib chiqishdi bu savol javobiga. Sammoykani biz o'rnatib bergan bo'lsak, avvalda o'rnatib bergan sammoykalarimizga biz o'zimiz yangi sistemani o'rnatib beramiz. Sammoykani yangi versiyadagi miyasini, o'sha yangi versiyadagi miyasida o'sha avtopauza imkoniyati bor. Undan tashqari miyadan tashqari boshqa qo'shimcha imkoniyatlari ham bo'ladi. Ya'ni pistolet qo'shilganini sezadigan maxsus sensorlar kombinatsiyasi. Mana shu kombinatsiya birgalikda avvalgi o'rnatib bergan mijozlarimiz uchun $400 dan har bir boks uchun qo'yib beramiz. Yangilab, yangi versiyaga almashtirib beramiz. Avvalda biz qo'yib bermagan mijozlar bo'ladigan bo'lsa, uni o'ylab ko'rishimiz kerak. Vaziyatdan kelib chiqib narxi baholanadi. Tushunarli. Ikkinchi savolimiz qurilish o'lchamlari qancha bo'lishi kerak? Misol bo'yi, eni, balandligi, misol kotyolniy razmeri, shunga o'xshash savollar berilyapti. Yaxshi. Mashina kirib yuviladigan joyda o'lchamlari bor. Undan tashqari o'sha siz aytganingizdek texnik xonani o'lchamlari bor. Mashina kirib yuviladigan joyda o'lchamlari bu misol uchun mana aytaylik, mana shu tekislik, stol tekisligi deb oladigan bo'lsak, shu yerga moyka qurilayotgan bo'lsa, mana bu yerdan mana shunaqasiga mashina kirib borish mo'ljallanadi. Shunda mana bitta stoyka ko'tariladi. Ikkinchi stoyka ko'tariladi. Mana shu stoykalar orasidagi masofa, ya'ni mashina kirib boradigan oraliq masofasi 4,5 metrdan 5 metrgacha bo'lgani yaxshi. 4,5 metrdan kichkina bo'ladigan bo'lsa, mashinani yuvadigan mijoz uchun noqulaylik bo'lishi mumkin. 5 metrdan katta bo'ladigan bo'lsa, bu joyda isrofi bo'ladi. Lekin 5 metrdan kattaroq bo'lsa, bu masalan gruzovoy mashina kelsa ham bemalol komfort holatda yuvib ketishi mumkin. Bu tomoni ham bor. Agar gruzovoy mashinalar uchun bo'lsa, balkim 5 metrdan ziyodroq qilsa ham bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi balandligi. Yengil mashinalar uchun balandlik misol uchun 280 lar balandlikda bo'lsa, 2 metr 80 santimetr atrofida bo'lsa yetarli balandligi. Yuk mashinalar uchun bo'ladigan bo'lsa, qanaqa turdagi yuk mashinalarga kirishini mo'ljallaganlikdan kelib chiqib, 3 metr, 3,5 metr, balkim 4 metrgacha qilish mumkindir. Endi 4 metr bu ko'proq haligi furalarga mos kelishi mumkindir. No, xullas mana shu individual vaziyatdan kelib chiqib, qaysi sektordagi mijozlarni qabul qilishga mo'ljallanyapti moyka, mana shundan kelib chiqib balandligi tanlanadi. Uzunligi ham xuddi shunaqa, lekin yengil mashinalar uchun bo'ladigan bo'lsa, 5 metrdan 6 metrgacha uzunlikda bo'lgani yaxshi. 5 metrdan kichkina bo'lib qoladigan bo'lsa, mashinani tumshug'i chiqib qolishi mumkin yoki orqa tomoni chiqib qolishi mumkin tashqariga. Undan tashqari, agar juda ham uzun qilib yuboriladigan bo'lsa, bu ham haligi joyda isrofi deyapmiz-ku, o'sha narsaga to'g'ri keladi. Endi texnik xona. Texnik xonani qancha o'lchamda bo'lishi bir muhim tomoni, qayerda joylashishi bu yana bir alohida bir muhim tomoni. O'shaning uchun mana masalan ikkita boks bo'ladigan bo'lsa, ikkita mashina kirib bir vaqt o'zida yuvishga mo'ljallangan sammoyka joyi qurilayotgan bo'lsa, ikkita mashina yonma-yon kirdi. Shu ikkita mashinani qurilgan boksning o'rtasida joy bo'ladigan bo'lsa, ana shu o'rtaga qo'yib yuborgan yaxshi. Buni sababi shlanglar mana o'sha texnik xonada turadigan bo'lsa, shu yerdan shlanglar tarqaladi va mashinalarning ustiga konsollarga kelib ulanadi. Mana shu shlanglarning masofasi qanchalik qisqa bo'ladigan bo'lsa, mijoz uchun qulaylik shunchalik yaxshi bo'ladi. O'shaning uchun texnik xonani kengligi taxminan 2 metrlar va uzunligi butun boks uzunligicha qilib olsa ham bo'ladi. Dastlabki misol uchun mana 2 metr kenglikda bo'lgan bo'lsa, aytaylik bir 3 metr uzunlikdagi joyni qoldiradigan bo'lsa, masalan, bemalol 4 tagacha boksni joylashtirish mumkin. 4 tagacha boksda apparatlarni joylashtirish mumkin bu xonaga. Beriroqdagi mana masalan 2 metr yoki 3 metr atrofida joy qolayotgan bo'lsa, o'sha joyda masalan sklad sifatida foydalanish mumkin. Masalan, avtoximiyalarni solib qo'yish mumkin yoki qanaqadir texnik narsalar va hokazo. Mana shunday qilib joylashtiriladigan bo'lsa, yonlaridan endi bokslar ketaveradi nechta bo'lsa. Mana shunday qilib joylashtirilish eng ideal variant. Xo'p, yana tushunarli. Yuk mashinalar uchun aytib ketganingiz juda tushunarli bo'ldi. Xo'p, uchinchisi klikdan to'lov qilsa bo'ladimi? Biz bot moykani ishlab chiqarish jarayonida klik bilan hamkorlikni rejalashtirmaganmiz. O'shaning uchun klikdan to'lov qilish imkoniyatini kiritmaganmiz, lekin bizda alternativa bor. Biz PayMe bilan shartnoma tuzdik va PayMe bilan integratsiya qilib bot moykamizni o'rnatib beryapmiz. Savol yaxshi bo'libdi, rahmat. To'rtinchi savolimiz bitta boks narxi. Masalan, yerim bor deyishadi. Jami qurilish nech pulga tushadi? Общий, ular misol aytishadi-da, qancha shlaka blok g'ishlarigacha shunaqa aytishadi. Shunda bitta boks narxi общий qanchaga tushadi?
Bu biroz ko'proq ma'lumot talab qiladigan savol. Ya'ni yer bo'sh holatda turibdimi yoki oldindan moyka bo'lib turganmi yoki qanaqadir qir adirlik holatda turibdimi yoki qanaqa holatda turibdi? Bundan kelib chiqib, ya'ni joyini tekislash kerakmi, bostirish kerakmi, trombobka qilish kerakmi yoki nimalardandir tozalash kerakmi yoki fundamenti tayyormi yoki qanaqa holatda o'zi? Bundan kelib chiqiladi. Undan tashqari, misol uchun Toshkent shahrida bo'ladigan bo'lsa, nisbatan qimmatroq Toshkent shahrida. Viloyat markazlarida, shahar hududlarida bo'ladigan bo'lsa, u yerda ham o'ziga yarasha narxi bor. Viloyat chekka hududlarida bo'ladigan bo'lsa, u yerda ham o'ziga yarasha sharoiti bor. Chunki misol uchun shaharda qurishga mo'ljallangan qanaqadir dizayn, shakl shamoyilga keltirish kerak bo'ladi. Bu narsa ham moykani joyini tayyorlash uchun ketadigan xarajatga ta'sir qiladi. Mana shunga o'xshagan juda ko'plab individual vaziyatlar bor. Undan tashqari suvi kanalizatsiyaga ketadimi yoki qanaqadir boshqacha yechim qilinishi kerakmi? Suv yer ostidan olinadigan bo'lsa, qancha chuqurlikdan olinadi? Qanaqadir joydan tortib kelinishi kerakmi? Undan tashqari tok olib kelinishi kerak bo'lsa, tok o'sha yonidan o'tganmi? U yerga transformator qo'yish kerakmi yoki transformator qo'ymasdan yonida shunday transformator bo'lsa, o'sha yerdan sirasi ulaversa bo'ladimi? Mana shunga o'xshagan individual vaziyatlardan kelib chiqib turib, detalniy hisoblanadi. Agar bizga mijozlarimiz apparatlar uchun dastlabki to'lovni amalga oshiradigan bo'lsa, biz o'sha joy uchun qancha xarajat ketishini to'liq vaziyatdan kelib chiqib va moykani qanaqa qurilish kerakligini mijozi talabidan kelib chiqib hisob-kitob qilib beramiz. Bu mutlaq bepul, faqat o'sha avans bergan mijozlarimizda bor. Bepul taqdim qilamiz bu imkoniyatni. Tushunarli. Rahmat. 5-savolimiz, endi shu qurilish bo'lgandan keyin, qurilish qilib bo'lishgandan keyin qayerlardan ruxsat olish kerak? Xo'p, byurokratiya desa, shu tepa sochim tikka bo'ladi-da. Xo'p, to'g'risi bu haqda to'liq ma'lumotga ega emasman. Shuning uchun, lekin men bilganlarim mana qurilishdan, yo'l qurilishdan ruxsat olinish kerak, davlat yer kadastridan ruxsat olinish kerak, suv oqovadan ham ruxsat olinish kerak, suv счетчиклар o'rnatilishi kerak. Bularda ham o'ziga yarasha qanaqadir byurokratik talablar bor, o'ziga yarasha va hokazo. Endi yer tagidan turib o'tgan bo'lsa, shular yo'q. Ichimlik suvdan ishlatish mumkin emas. Men shu narsani alohida o'rg'ulab aytib o'tib ketay. Moyka uchun, avtomobil yuvish shoxobchasi uchun ichimlik suvdan ulash mumkin emas. Taqiqlangan kattagina jarimasi bor. Yana bitta narsa, avval moykamni qurib olay, keyin hujjatlashtiraman deyish mutlaq noto'g'ri. Avval hujjatini cho'tki qilib joy-joyiga keltirib oling. Men nechta bitta moykalarni bilaman. Moykani yo'lni yuzidan bir zo'r joydan qurishyapti, 2-3 oy ishlatishyapti. Daromadi chiqar-chiqmas buzib tashalyapti. Bunaqa tupikka tushib qolgandan ko'ra, avval hujjat joyiga keltirib olib keyin qurgan yaxshi. Tushunarli. Rahmat. Keyingi savolimiz, xo'p, eng dolzarb beriladigan savollardan bittasi, pul tiqilib qoldi, nima qilay deyishadi. Tak, pul tiqilib qoldi. Bunaqa vaziyatda pul tiqiladigan joy bitta kupyura-приёмникda, ya'ni pul qabul qiladigan apparat. Bu o'sha moykani bankomatida turadi va u yerda kupyura-приёмник qanaqa turdagi, qanaqa versiyadagidan qo'yilgan. Biz eng ko'p qo'yadigan kupyura-приёмникimiz, bizda ishonchimizni oqlagan kupyura-приёмник bu Tayvanning kupyura-приёмнigi ISO 9001 xalqaro sifat sertifikatiga ega. Bu kupyura-приёмникda mana tepasida mana biz qo'llaydigan kupyura-приёмник bu masalan mana shu holatda moykaga qotirilgan turibdi. Shuni mana tepasida ikkita tilchasi bor. Qaysi kadr ko'proq yaqin olyapti? Mana shu. Mana shu joyda ikkita tilchasi bor. Shu tilchani bilan bossangiz, mana chiqadi. Shuni qisqayizdan keyin tepaga shuni ko'tarasiz. Bo'ldi. Mana shu joyini va ichiga pul tiqilib qolgan bo'ladi. Mana shu yerda chaynalib tiqilib qolib ketgan bo'ladi. Mana shu qismida. Shu yerdan pulni chiqarib olish kerak. Chiqarib olish kerak va ichiga e'tibor bilan qarash kerak. Bu mana bu ko'targan paytlaringiz mana bu narsa sug'urilib chiqadi. Mana bu qismi anaqani bankomatni korpusiga qotirilgan holatda qoladi. Mana bu qismi qo'lingizga alohida ajralib chiqadi. Xo'p, buni olasizda mana bu joylarga qaraysiz. Qayerlardadir pulni yirtig'i qisilib, qayerlardadir qolib ketgan bo'lishi mumkin. O'sha narsani akkuratligina qo'l bilan olib tashlash kerak. Agar qo'l bilan olish iloji bo'lmasa, unda bilmadim, pinset bilanmi nimadir sharoitini qilib olish kerak. Faqat ehtiyot bo'lish kerak. Mana bu qismlari linzalar, bu yerda optik sensorlar bor. Bu faqat ko'zga ko'rinadigan emas, ko'zga ko'rinmaydigan infrakrasniy va infrakrasniyni bilmadim, ultrafioletviy diapazondagi nurni ko'radi. Bu odamning ko'zi ko'rmaydigan nur. Pulni shunaqa usul bilan tekshiradi. Xullas, bu joyi shikastlanadigan bo'lsa, pulni olishi yomonlashib ketadi. Xo'p, mana shu joyga ehtiyot bo'lgan holatda skanerdan pulni chiqarib olasizlar va bir marta quruq qog'oz salfetka bo'ladi-ku, aynan bozorda yoki do'konlarda sotiladigan variantidan foydalangan yaxshi. Sababi u qattiq bo'lmaydi, yumshoq bo'ladi. Mana bu joyini sensorlarni chizib tashlamaydi. Bir marta sensorlarni yaxshilab artib tashlaymiz. Mana T simon shaklda. Otabek keling, mana bu yaqinroq oling-da. Ehtiyot bo'ling mana bu yerga. Mana bu yerda T shaklda ko'rinyaptimi? Mana shu T shakldagi joyni yaxshilab artib tozalab tashlash kerak. Va artib tozalab bo'lgandan keyin buni yana qaytarib mana bu korpusga qo'yib, mana bu yopilmadi.
yopilmadi. Mana bunday holatda korpusda turgan edi. Korpusda mana bu qismi qotirilgan turgan edi. Buni bundoq olib kelib, sal teparoqdan ko'tarib olib kelinadi. Mana qarasangizlar, mana bu yerda nimasi bor? Chuqurcha joyi bor. Ana shu chuqurcha joyga kiradigan qilib, pastini ham kiradigan qilib, mana bu yerda dumaloqcha joylar bor, bo'rtiqchalar. Ana shu bo'rtiqchalar tushadigan qilib, sal teparoqdan olib kelish kerak. Mana, sal teparoqdan. O'zi itarib olib kelinsa, mana o'zi joylashadi. Shundan keyin mana kelgandan keyin joyiga mana uni bundoq bossa, mana qirs etib kirib qoladi. Bo'ldi, shu bilan kupiropryomnik ishlatishga tayyor bo'ladi. Faqat ba'zida mana bu joyi agar qizil yonib o'chib turgan bo'lsa, u holda apparatni bitta o'chirib yoqib olish kerak bo'ladi. O'chirganda ham bir 5 sekund pauza qilib, keyin yoqish kerak bo'ladi. Xo'p, mana shu joyi. Xo'p, yana nima savol bilan murojaat qilishibdi? Keyingisi 7-savolimiz. Foyda qanday bo'ladi? Misol, qurib olgandan keyin qancha foyda ko'raman, qancha daromadga chiqaman? Aniq faktlar bilan gapirishni ma'qul ko'raman. Bir nechta mijozlarim menga aytishgan, men o'zim og'zaki hisoblaganimda, ya'ni taxminiy hisoblaganimda 50 ga 50 foyda deb chiqarganimda, ular aytishgandiki, yo'q, 50 ga 50 emas, agar 50 ga 50 bo'lganda men mo'ykani qurmay qo'ya qolardim. Bizda 70 ga 30 sof foyda bo'ladi. Ya'ni 70% sof foyda, qolgan 30% xarajatlarga ketadi. Bu xarajatlarning asosiy qismini ham aytib o'tib ketay. Bu eng katta qismi bu penalar, o'sha avtoximiyalar. Undan keyingi o'rinda tok, suv, o'sha yerda qarab turadigan ishchi, naloglar va hokazo, mana shunaqa xarajatlar bor. Xo'sh, keyingi savolimiz 8-savolimiz. Suv bochka nechilik bo'lishi kerak? Yomkist misol. Xo'p, bitta 1 tonnalik suv bochka yetadi. Hatto 4 tagacha boksgacha o'sha bitta 1 tonnalik bochka yetadi. Lekin undan 4 tadan ko'p bo'ladigan bo'lsa, 2 ta qo'ygan yaxshi. Lekin mana 4 tagacha boksni ko'pchilik qo'yadi. Shu 4 tagacha boks nuqtai nazaridan ko'rib chiqaylikda hozirgi vaziyatda. Bu vaziyatda bitta bochka qo'yiladi. Agar osmos apparati qo'yilmagan bo'lsa, osmos bu suvni filtrlaydigan apparat. Suvni filtrlaydigan apparat qo'yiladigan bo'lsa, ikkinchi bochkani qo'yish albatta. Chunki bir lamchi suv kelib turib bitta bochkaga tushadi. U bochkadan ham samoyka apparati olib ishlatadi, ham osmos apparati olib ishlatadi. Osmos apparati o'sha suvni oladida, o'zidan o'tkazib filtrlab, bir qismini odxod suv sifatida chiqarib yuboradi. Ikkinchi qismini toza sifatida bochkaga soladi, ikkinchi bochkaga soladi. Bu ikkita bochkadagi suv shuning uchun aralashib ketmasligi kerak. O'shaning uchun albatta ikkita bochka qo'yilishga talab bor. Hattoki bittagina mo'yka qo'yilgan bo'lsa ham, agar osmos qo'yiladigan bo'lsa, albatta ikkita bochka qo'yilishi kerak. 4 tadan ko'p bo'ladigan bo'lsa, bochkalar sonini oshirib borgan yaxshi. Dastlabki filtrlanadigan suvni bochkasini, ya'ni osmos suvi o'sha 1 tonnalik bochkadagi suv yetadi. Lekin 4 tadan ko'p yoki 4 ta bochka mo'yka bo'la boshlagandan keyin ikkita 1 tonnalik bochka qo'ygan yaxshi yoki bitta 2 tonnalikmi shunaqa. Agar undan ko'p bo'ladigan bo'lsa, endi u yoqqa kalkulyatsiya. Tushunarli. Osmos haqida boshqa videolaringizda batafsil aytib o'tgansiz. Yana ham to'liqroq ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik savollar mana shu videoni kommentariyasiga yozadigan bo'lsangizlar, yana ham to'liqroq ma'lumot beramiz. Undan tashqari boshqa sizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa ham kommentariyaga yozsangizlar, iloji boricha sizlarga to'liq tushunarli holatda video tayyorlab ma'lumot berishga harakat qilamiz. Keyingi savolimiz 9-savolimiz. Bunga o'zi javob berib bo'ldingiz. Ya'ni yuk mashina uchun boks necha metr bo'lishi kerakligi haqida o'zi aytib o'tdingiz. Xo'p, 10-si oxirgi savolimiz. Kompressor masalasi, ya'ni suv to'plangan joylarni havo bilan tozalash. Misol, bagaj tagidagi nomer qismlari, misol, o'sha qismlar suv to'planib qoladi. O'sha joyni tozalashda kompressor haqida aytib o'tsangiz. Ko'pchilik so'raydi shuni. Kompressor, xo'p, kompressor odatda bepul taqdim qilinadigan narsa. Mo'ykani kim qursa, endi baribir ro'zg'orga bir 3-4 so'm foyda bo'lsin deb quradi-da. Kompressor qo'ysa, to'lov qilinmasdan foydalaniladigan funksiya sifatida ko'riladi. Lekin kompressor qo'yadigan bo'lsangiz, bu qulaylik sizni mo'ykangizga kelayotgan mijozlar oqimini oshirib beradi. Ya'ni kompressor qo'yish orqali siz to'g'ridan-to'g'ri kompressorni o'zidan foyda qilmaganligingiz bilan umumiy mo'ykadan foydangiz baribir oshadi. O'shaning uchun kompressor qo'yishni tavsiya qilaman. Iloji boricha bir nechta kompressor uchun bir nechta turbalar tushirib, haligi prujinoobrazniy anaqa bor, shlang bor. O'sha shlang bilan pistoletchasini bosgan paytda havo chiqadigan qilib qo'yib qo'yilsa, bu ham mijozlar uchun yaxshi qulaylik bo'ladi. Bir duo qilib, maza qilib ishlatishadi. Pilisos, aristo masalalarchi uni mijoz o'zi oladi. Xo'p, pilisosni agar mijoz oladigan bo'lsa, biz bepul mo'ykaga integratsiya qilib berishimiz mumkin. Natijada pilisosdan mo'ykani mijozlari pul to'lab foydalanishi mumkin. Lekin buni ham individual vaziyatlari bor. Ya'ni agar atrofingizda ko'plab samoykalar bo'ladigan bo'lsa va sizning mo'ykangiz faqat pulli pilisos qo'yib qo'ysa, boshqa mo'ykalar bepul pilisos qo'yib qo'yadigan bo'lsa, unda bu vaziyatda pulli pilisos qo'ymaslik kerak. Lekin atrofingizdagi samoykalar agar pulli pilisos qo'ya boshlagan bo'lsa, unda siz ham pulli pilisosni qo'yib qo'ysangiz, bu ham o'ziga yarasha foyda bo'ladi. Hech bo'lmaganda o'sha o'zini ishlatgan tokini, masalan, pilisos ham qanchadir vaqt ishlab buziladi, uni ham remont qilish kerak, xarajatlar bor va hokazo. O'shaning uchun buni ham pulli qilib qo'ysa, ham daromad, ham o'zini o'zi xarajatini qoplab turadi. Rahmat, savolimiz tugadi.
Salomat bo'linglar. Xullas, video agar sizlarga mana shunaqa stilda ketishi ma'qul bo'ladigan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Undan tashqari, qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, albatta videoning ostida kommentariyaga savollaringizni qoldirsangizlar, biz iloji boricha sizlar uchun to'liq, tushunarli va aniq javob berishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda Xudo xolasa ko'rishguncha rahmat hammaga.